Hozirgi yoshlar ayniqsa besabr, hamma narsa bo'lish kerak va birdaniga bo'lish kerak. Unaqa bo'lmaydi. Ukalar, unaqa bo'lmaydi. Sizlarda ko'zingizlarda katta biznesmen, katta pul topyapti. Falonchi bir sportsmen katta chempion bo'ldi. Falonchi odam katta obro'ga ega bo'ldi. Birdaniga bo'lmagan. Yusuf alayhisalom qissasi 22 yildan keyin sajda qildi otasi, onasi va 11 ta ukasi. 22 yil. Payg'ambarga 22 yil kerak bo'ldi o'sha maqomga yetish uchun. Yo biz shoshib ketamizda. Taqvo qiling, sabr qiling. Sizning mukofotingiz yo'q bo'lib ketmaydi. Siz taqvo qilasiz 1 yil, 2 yil, sabr qilasiz 3 yil, 4 yil. Keyin nima bo'ladi? Siz kutgan narsani bera olmasa yoki ko'p ham tezroq kelmayotgan bo'lsa hali narsa. Nima qilasiz? Shoshib ketasizda, jazobaga tushasizda, norozi olasizda, shuncha sabr qildim, shuncha taqvo qildim, shuncha duo qildim, ijobat qilmadi deb shoshib ketasiz. Yustajabu li ahadikum ma lam yasta'jil degan Rasululloh. Shoshilmasanglarla duolar ijobat bo'ladi. Sizlarda bittalarda duolar ijobat bo'ladi, shoshilmasa bo'ldi. Qana qilib shoshiladi yo Rasululloh desa, bir banda aytadi, Robbimga duo qildim, sabr taqvo qilgandan keyin Alloh bermadi deydi. Mana endi bermaydi. Tushunarlimi? Siz uchun 5 yil uzoq vaqt, biz uchun 30 yil uzoq vaqt. Alloh uchun hech narsa emas. Umringizni oxiriga olib qo'ygan edi shu narsani. Yo'q, siz nima qildingiz? Shoshib ketdingiz. Sabr qilmadingiz oxirigacha. Sabr qiling-da.